Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari va Traktor Boruzli Buxoro filiali mijozlari. Bugungi video obzorimizda Traktor Boruzli Buxoro filialida qanday traktorlarimiz bor va qanday to'lovlarda berilyapti va kimlarga traktorlarimiz sotilyapti o'sha haqida to'liq ma'lumot beramiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Nurlan. Birinchi navbatda YouTube 354 traktorimiz ko'rsatib o'tamiz. Kabinali traktorimiz, oldi orqa tortadi, 4 ta silindrli. Oddiy apparat farsunga qilingan. Narxi, to'lov usullari, o'sha xarakteristikasi bo'yicha ozroq ma'lumot beramiz. Yana qanaqadir ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, qaysi traktorning to'liq obzori kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha yozib ketsangiz, o'sha traktorlarni obzor qilib beramiz, hurmatli mijozlar. Bu traktorimiz Yuto 354 traktorimiz, mana ko'rib turganingizdek. Hozirgi kundagi narxi 140 million so'm tan narxi. Boshlang'ich to'lovi 25-30%. Endi boshlang'ich to'lov qancha ko'proq to'lasangiz o'zingizga yaxshi, eng kami 25% bilan chiqazib beramiz. Salon ko'rinishlari. Bularda ham shu revers bo'ladi, oldinga orqaga, orqa naveskalari 2 ta silindrli. Bosadigan qilib chiqarilgan. Va 454 gabarit tarafdan hamma joyi bir xil bo'ladi, faqat farsunka apparat bu ham faqat 45 xot kuchi. U 35 xot kuchi, bu 45 xot kuchi. Silindrlar silindrlar diametri kattaroq bo'lingan, ot kuchi ko'paytirilgan bunda. 45 xot kuchi. Orqa naveskalar ham bir xil. 500 kg, 600 kg, 700 kg gacha bemalol ko'taradi. Ikkita silindrli, bosadigan ham qilingan. Yonida 400 kg preskvitel ham bor. O'ziga bemalol tushadi. Bu traktorimiz narxi 160 million so'm. Undan keyingi traktorimiz, orqa naveskalari ham bir xil bo'ladi. 354 traktorimiz. Yuto 354 traktorimiz ko'pchilik biladi. 35 ot kuchi kabinali, 5 kabina varianti 130 million so'm narxda sotilyapti. Boshlang'ich to'lovi 25-30% bo'ladi. Boshiga bir 40-50 million atrofida pul to'lasangiz, olib chiqib ketsangiz bo'ladi bu traktorlarimizni. Mini traktorlarimizda o'sha 50 million, 60 milliondan uzog'i pul bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. 354 traktorimiz 130 million so'm va 454 5 kabina traktorimiz bor. Bu traktorimizning narxi 145 million so'm. Bu traktorimiz Yuto 554 Buxoroda hadavoy eng ko'p sotiladigan traktorimiz. Kecha kungacha ham sotilib kelgan. 5 kabina varianti qolgan bizda hozircha. Kabinali varianti qolmagan. Bu traktorimizga ham yana bitta mijozimiz olib kelgan, dokument qilyapti. Xudo xolasa olib chiqib ketadi. Tez kunlarda uni ham videosini qo'yamiz. Yana olib keltirib beramiz. Muammosi yo'q. 554 kabinali, 5 kabinali Toshkentni olib keltirib beramiz. Toshkent narxi bilan bir xil bo'ladi. Hech qanaqa razницasi yo'q. Toshkentga borib yurish shart emas. Buxoroda mana shu joyimizdan kelib olib ketsangizlar bo'ladi. Bu traktorlarimiz 55 ot kuchi bo'ladi, oldi orqa tortadi. Tan narxi 195 million so'm hozirgi kundagi. Toshkentda, boshqa hamma filiallarda bir xil bo'ladi tan narxi. Skidkalari ham Toshkent bilan bir xil. Bu traktorimiz ko'pchilik klientlarimizga, ko'pchilik mijozlarimizga juda ham qulay tushadi. Katta traktorlarning ishini qilib beradi, mini traktorlarning ishini qilib beradi. Parniklarga, bog'dorchilikka, press apparatga, keyin rotorli kaselkalarga bemalol qiynalmasdan ishlaydi. Va undan kuchliroq traktor so'ragan akalarimizga 654 traktorimizni tavsiya qilamiz. 654 traktorimiz ko'rishlaringiz mumkin. Orqa naveskalari ancha baquvvat, balonlari ham shiroki qilingan. Bu asnomni endi haydovga ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu traktorimizni MTZ 80 traktorlarning ishini qilib beradi bu traktorimiz. Bu ham 4 ta silindrli, oldi orqa tortadi, revers bo'ladi. Mana Primoy Palvus bo'ladilar. Primoy Priv bo'ladi. Bartovoyli, ichki bartovoyli emas. Traktorlarimizni ko'rishingiz mumkin mana. Bu traktorimizning narxi 240 million so'm. 654. Bundan tashqari bizda Yuto Belarus traktori bor, Belarus 311. 32 ta, 33 ta ot kuchi bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi 150 million so'm tan narxi. Oldi orqa tortadi. Bu 3 ta silindrli bo'ladi. Farsunka apparat bu ham oddiy. Bu chisti Belarusdan o'zidan yig'ilib, mana shu yig'ilgan holatda keladi. Bu traktorlarimiz ham Xitoydan keladi. Bizlarning Traktor Boruz yozuv ko'rinadi yo'l ustida. Bizlarning joyimizni so'raydigan bo'lsangizlar, Rabotagda joylashgan, Galosiya mostga yetmasdan 10 qo'lda. Muhofaza darvozasida chiqqaningizdan keyin. Va MTZ 82 2026
partiyasi kelgan. Xadovoy sotiladi. Buxoroda 3 xildirak traktorimiz eng ko'p sotiladi. Bu traktorlarimiz ham xarid qilishingiz mumkin. Kecha bir hafta oldin video qo'yganmiz, yangi traktorlar keldi deb. Mana yangi traktorimiz 2026 MC82 chassi. O'zlaringiz bilasizlar, Belarusdan yig'ilib keladi. Hech qanaqa O'zbekistonda boshqa joyda yig'ilmagan. Oddiy Farsunka apparat. 4 silindrli 80 traktorlarimiz. Yana bitta 80 traktorimiz bor. Keyin 952.2 traktorimiz bor. 952.2 traktorimiz turbinali bo'ladi. Hozirgi kunda narxi 395 million. 82 ning narxlari 365 milliondan qilib beryapmiz. Tak, 952.2 traktorimiz 395 million balishli most bo'ladi. Oldi orqa tortadi. Va 892.2 traktorimiz 385 million. 10 million farq qiladi. Toshkentda ham mana shu narx, Buxoroda ham mana shu narx. Hurmatli mijozlar, Toshkentga borib ovora bo'lib o'tirmaysizlar. Traktor boriz Buxoro filialiga kelib, buxorolik mijozlarimizga tegishli asnomda. Bu yo'g'i Xorazmdan kelib olib ketsangiz ham bo'ladi. Xorazmga ham yetkazib beramiz. Navoiy, Qashqadaryoga ham yetkazib beramiz. Mana shu yerdan olib ketsangiz bo'ladi. Buxoro filialimizda bor traktorlarimiz mana 952.2 traktorimiz 395 million, 892.2 traktorimiz 385 million. Bu ikkalasi faqat hamma joyi bir xil bo'ladi, korobkada farq qiladi. Ko'pchilik traktorchi akalarimiz va fermerlarimiz biladi. Balishli most bo'ladi. Keyin 80.1 traktorimiz bor. 80.1 traktorimiz mana o'zingiz bilasiz, oddiy paxtaga ishlaydigan. Oldi tortmaydi. Bu traktorlarimiz 315 million so'm hozirgi kunda narxi. Traktor borimiz hamma filialda mana shu narx. Va Yuto 1054 traktorimiz qolgan bitta. Yuto 1054 traktorimiz hozirgi kunda narxi 425 million so'm. Chiroyli skidka qilib beramiz bu traktorimizga. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 10-15 million skidka qilib beramiz traktorimizga, Yuto traktorlarimizga. Bemalol kelib bizlarning Buxoro filialimizdan xarid qilishingiz mumkin. Yuto 654 traktorimiz kabinali varianti. Bu 80-82 larning ishini bemalol qilib beradi. Ancha baquvvat, ancha kuchli. Salonlari konditsioner, komfort, hammasida konditsioneri bor. 2026 traktorlar hammasi. Hech qanaqa nimasi yo'q. Garantiya beriladi hammasiga. Servisi bor. Bizlarning mana traktor boriz Buxoro filialimiz yo'l ustida. Bu taraf shahardan chiqib ketish, Mahfuza darvozasidan chiqib kelganingizda mana o'ng qo'lda ko'rinadi. Shaharga kirib kelishda Shofirkon, G'ujduvon, Vobkent, Romitan, mana shu yoqdan kelib Peshku kelganingizda chap qo'lda bu yoqda Galasiya mosti bor. Galasiya mostidan o'tganingizdan keyin chap qo'lda traktorlarimizni taxlab qo'yganmiz. Kelib bemalol ko'rib, haydab ko'rib tanlab olishlaringiz mumkin. Xohlagan traktoringizni Toshkentdan olib keltirib beramiz. Toshkent bilan narximiz bir xil, faqat Buxoroga yetkazib beramiz. Buxorodan kelib mana shu joyimizdan olib ketsangiz bo'ladi. Toshkentdagi traktorlaringizdan bu yerga kelib dokument qilib, taxlab bizdan olib chiqib ketsangiz bo'ladi, hurmatli mijozlar. Undan tashqari hamma turdagi agregatlarimiz bor. Lazerli bor, kultivator frezalarimiz bor, mana yangi kelgan. Turkiya davlatida ishlab chiqarilgan. Kukruzo borshnik endi sezoni kelyapti, xudo xolasa. Bir qatorli qolgan, ikki qatorli sotilib ketdi bizda va bug'doy selkalarimiz bor. Va mulcherlarimiz bor. Mulcherlarimiz ham endi sezoni kelyapti. Qo'zab maydalab yerga sochib beradi. Xudo xolasa uni ham sezon oldi olib qo'ysangiz bo'ladi. Bundan tashqari pluglarimiz bor mana katta traktorlarga 150, 160 traktorlarga aylanma 4 korpus Turkiyaning plugidan bor. Narxlarini bu ham lizingga chiqazib beramiz. Kultivator freza, kultivatsiyamiz bor, Xemtur, Turkiyaning, Belarusyaniki. Buni ham Buxoro filialimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Oddiy pluglarimiz ham bor. Diskoy barana ko'pchilik buxorolik fermerlar qiziqish bildiryapti hozir diskoy baranaga. Mana bug'doy o'rib olingandan keyin ikkinchi takroriy ekinga mana diskoy barana ishlatsangiz bo'ladi. Orqasida kesak maydalangan katogan bo'ladi. Buni 90 kuchdan tepa traktorlar ishlatadi bemalol. Bundan tashqari razvrasitellarimiz ham bor. Hurmatli mijozlar, hammangizni traktor boriz Buxoro filialida kutib qolamiz. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin.